Ой, мен кетіп алайын, мен кетіп алайын. Гипім аңлан дәме, мен. О, бады қызға деп келе. Мehmandaşlık tutuz. Қиқас шығып кетеміз, мен. Hey, ha balam. O dadangdan sana telefon geldi mi? Nime? Ha, telefon gelmedi mi? Boptu. Ha, hiç yok balam, hiç yok. Cima? Ha, makule. Ne ketkendi o? Hep. Tutup aldığım bolsam, mış lal mini. Kögülüm göstermeyeceğim mısın? Acayip bulup kettim lan. Qancha pul bergandi o? Bir. İki. Bop qalandı neme? Oy. Oy. Oy, bu maşinin rolunu hak etkendemde. Bu rol yok ku. Keyifli çıkmadı bende hemen. Oy. Oy. Rolum yerde kinemez mi? Oy. Acayip bir çıkıp kaldı. Kep kaldım hem de. Hep. Keçidin izlep bağmağan ya, telefon urmağan hiç kandak tunuş bilişimiz kalmadı. Adamını muşundaq ensiretken bağma? Ha? Ay bir yeg bağa adam, ben miyade edip telefon uğraşsam bombamda. Bir geç uxlamay bağı, sarangılay dedim. Oda, ben sana dedim go, emin şüvendedim go bir yerde. Hey, ha? Ne gıvadın? Ne diyattın? Digine? Melik kiraqiga adaş var o. Zo'lap beni bir yere ekirip, araqni içkizip, meskip koyaptı şu. Oy, kiraqiga xeridar bilen araq içip judun ma? Yey, ay nemike o adaştın ismi? İsmi şu elki. Nime dedi bir mi diyente, şu elki iyiyiz bir adaşken şu. Ay kötüra ondak yalgan gipani. Hey. Sen taladı
Bire öy tutuamagansa? Ha? Öy tutuaga okşmamsa? Voy, nemi dağıtsa xotun, Yo'q gap qilmoqdan da, yo'q qilgan gapni qildi ekansa. Shu o adaş bana araqni so'lab ishkizir. Men so'p qopdimi? Keyin qandan mashinaga chiqqanimni uqmayman. Deganda qopsam, mashinadan qo'payaptimi qara. Maşinada? Hey! Üy adam nimiş ki maşinada yattı? Boldu. Bu kar taksicilikmi o? Qimma boldu. Tapqan pulun, jerini manan çıkışqımısa? Ey. Muş kanunsuz tapqan pulunçu zat berkit olmaydı eken. Boldu yok da o taksi yerini. Şu. To'g'ri dedin xotin. Men muago. Qar taksini. Edimedi avtimi. Bu tazı bo'lmaydigan ish ekan zat. To'g'ri deding, to'g'ri. Shundoq qil. Bugun kirakash bilan, kira qilgan xaridor bilan araq ichkili birga ketsang, tangsang taz yaxshi bana olib turadigan o'xshaydi, o'yga kirmaydigan. Shu, bu ishmi taz qamlashmaydigan ish ekan zat. Atlik anonkin nadiki bir cho'kanchoq chiqib qolib xaridor bo'lib. Uni o'li bilan ketib qolsang, voy yana ishildim deb talada yurib. Voy bo'ldi qila. Voyjon. Unda cho'kalimi chiqmadi. Chiqmaydi. Chiqsa bo'lamdi, birga ketamding. Voy, chiqsin pul olma oldin. Voy shu pul elib tushirib qo'ysang-ku, mayli, yanchuqning pulni chiqib xashlab bermisanlar. Voy, yo'q gap qilmana xotin. Unda asan xajlaydigan pul nima ekan? Voy, sening yanchuqingga pul asan chiqmaydi. Endi deyman-a, haq chiqamdiki, menga chiqmagan bilan deb. Yo'q gapni qildi ekansiz. Bo'ldi, xapamaqdan xotin. Bo'ldi, xapamma. Mashunda yotdim deyishlarini texi. Ay, bo'ldi, xapamaqdan bo'ldi. Kim bildi o'sha gaping rasmi yolg'onmi? Ras, uni raslam. Xapamma. Yo'qot mashinangni. Oy. Mavu do'konning ishini tashlab qo'ymay, almashtiradigan ishning peydi bo'lsaq bo'ladi. Hasanjon yana bir izlab yiqinglar. Saqmoyasan. O'tganda uni bir muncha ranjitib yo'liqsab qo'yib, ya'ni izlab baqsang bo'ldi deysan-ku. Bundaqda hemen sirti bir yerda uchrashib qolsa qanday qilaman deb qechib yursam. Voy, sil xotdim kishi bo'lmagandikan, tatnib jumay ishxonasiga gus desep kirib, voy jenim ukam, o'tgan qatim ashtaq bo'lib qoldi, xap bo'lmang, deb bir ko'nglini utmamsizlar? O'tganda vaqo, chiroyli uzitib qo'ygan bo'lsak, ishxonasiga gus desep kirgan oldi. Men sana deb qo'yay. Bizda vaqo qaymoq ichgan mushukning yuzduan deydigan gap bor. Bildigansa? Mındaq qilayli. O'tgan qatim savallik bizdan o'tgandikan, bu qatim shu restoranga chaqirib, ravrs bir mehmon qilayli. Bu qatim bag'o pulning ko'ziga qarmay, 1000 qo'y xajlasak mayli. 1000 qo'y? Ha? Tijoratning tayini yo'q. 1000 qo'y deydi ama xotin. Voy. Ma do'konni almashtirib olsak, aningki tijorat bir yurishib ketsa, undaq 1000 qo'ydan nechin tepolmaymizmi? Onusik bu qatim Hasanjonni mehmon qilganda o'zini yolg'iz emas, og'illar bilan qo'shib bir mehmon qilsak bo'ldi. Voy. Hasanjonni yolg'iz chaqirishga ishim etishyapti, og'illarni qo'shib deydi ama xotin. Men baqo, Hasanjonni ma darvozning udildi kelqi seriq ashlatgan ashxona baqo. Shu ay ekirib mehmon qilib qo'ydi avtimi. Voy, o'tgan qatim bir satlashdik. Bu qatim jon chiqadigan ish bo'lsimchi, og'inlarning oldida toz hurmatini qilib, Hasanjon toz ko'ki ko'tirli. Og'inlarmi, dasturxonni yegandikan, siltarab bo'lib gap qildi deslar. Shuni olma do'kon almashtiradigan ishimiz hal bo'lib qolsa ajib emas-ku. Voy, bu qatim jon chiqadigan ishimiz bir cho'payli qilmaslar. Gaping to'g'ri xotin. Lekin men shu nega qaysi restoranga borib mehmon qilaman? Men oyda yilda restoranga bormaydigan bo'lsam, o'tganda hiliqi do'stim Ruqiyaning bolasining maslahatchini qilgan bir restoran botdi. Tamog'im shundoq yaxshi ekan. Men shu yana bir aloqa qilish baqaymi? Ishda qilamsa? Oldi bilan bog'u, restoranning hiliqi ayrimxonasini bekitib o'tayli. Silvog'u, Hasanjonga ching chaplashib, boshlab kelib, cho'qqim chiqadigan amalni qilsanglar bo'ldi. Aras. Men taqir restoranga borsak, sey, da tomoq, burtishni uqmayman degan atiqa.
Vay, sizlar bu zamandaki birden bir asaratli qadamcım ha. Ha bo'ldi, o restoranning gapini mang'il qo'yib beringlar. O'zim o'rlashtirib bekitib. Mayli, ashta qilib boqayli. Ha, ma ishni tashlab qo'ymay, vaqtini bitirib olayli. O'ngishib qolsin bir, ha? Ha, bir shunda qilayli. Bir yaxshiroq o'ringa chiqsa. Jan ketsin bir qilayli, ha? Bir qilib baqsizlar. Bo'ldi. Ha, kishtigan bilan bishtigani qilib baqmamdi. Qilayli. Oy! Ha, xudimmi? Ha, men Aysunjamil deyishib qo'ydim. Ha, restoran kilgan bo'ldi. Men uyga olmayman, o'sha o'til restoran ketib chiqmaymisan? Ha, bo'ldi. Ma'qul, xo'sh bo'lsa, ma'qul. Yaxshimisiz? Tamam qizimnikini ko'rib boqamsiz? Bo'ldi, ko'rib boqay ukam. Voy, ukam, nimada qimmat tamoqli bu? Aka, bizning tek boshqa yerlarnikidan xeyli azan. Ha, shundami? Tamoqni hozir buyur deytamdiq ya. Tamoqni manda qilaylik ukam. Men bir dikkida ishkini o'tiga chiqib kiray. Agar mehmonlar kelib qolsa, siz mana bir qiziq choy qo'yish turgansiz, men hozirlik kiraman. Tuting ukam. Hozirlik kiraman, ha? Oy! Hasanjon, kep bo'psiz-da, ha? Kela. Hoy, Bartika. Nega bo'ldingiz bu vaqtcha? Men chiqay deb turgandim taqa. Sat bo'ldi, ukam, sat bo'ldi. Men shu ishqni o'tiga dikkida chiqib kirdim. Tamoqni yesaytamdiq. Tamoqni yozimiz ukam. Ekinlar. Biz mana bu daftarni ko'rib boqchi, sizga manasini chiqib chiroyli bir taxsiga tuzib kirar ekan. Lekin aka, restoranimizning qoidasi bunday narsalarni sirtdan kirishga bo'lmaydi. Anda bo'lsa, bu narsalar sizning restoranda bormi ekan? Yo'q. Yo'q, o'g'achqa teshidan ekirgan gap ukam. Shunda qiling ukam, ha? Bartika, hozir nima kirdingizmi? Aytishmada bir ishimiz shu qolgan. To'xtang ukam, ekinlar. Gazirdan azroq e'lonlar, ya. İşimiz tushib qolganda o'xshab shu. Dadi tishimizning qichqini pasayli deb shu. E'lonlar. Ha, bo'ldi. Da chaqashtiramiz. Chaqib bir tatlı gazirga. Ukam, bugun endi bir vaqt chiqarganingiz ko'pdan ko'p rahmat jimoat. Siz bek aldirash odamdan. Ya, hech qisi yo'q. Erib charchaganda bugun yana avar qildim sizni. Ukam, chiroyli. Chiroyli desanglar. Hasanjon ukam, siz og'wa, ko'nglingiz nima tatida mushuni bir qarab tursa, dama, davrim. Ya. Siz o'zingiz xohlaganda buyuravering. Men tomoq tanlamayman. Ya ukam, siz mehmon. Bu tomoq deganda mehmon buyuradi. Ya. Siz buyuravering aka. Men buyurdim. Ha. Men shu tomoqni buyurishni tasdiqlayman. Shu ayolim shu buyuradigan tomoqlarni menga yezbaganda. Shu buncha buyurumdi qamsa. Ha? Ashta buyuringlar. Mayli. Ashta qilaylik. Yezib afkan.
Dapenji, Jungpenji, Lazji, Jomaji, Manimavka va xotinning yozgan bijmisini. Luxaji. Luxaji, Quruqavab, Shutyovsha, Tazaxuy. Oy, Baratka. Bo'ldi, chiqib ketdi. Ay, avkam. Yeyimiz, o'ldirmiz emasmi, ha? Sungbo Yangru, Malayu. Manimavkam? Hongshouyi. Hongshoyi, Hupi Laza, Shilenhua, Samsa, Manta, Goshnan, Memper Somen, Dangdang Somen, Gambian Somen. Oy, Baratka, pek chiqib ketdi. Isrof bo'lib ketdi. Azraq bo'yli, azraq. Azraq burumda. Azraq bo'yli bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Maqlans, bo'lsin hamsi. Ukam, bu bo'ldi endi. Siz vaqo yana qo'shimcha qilib, mushu suvoqsaydi bu undan 5 ni qo'shib yeysiz. Azraq yezam, ukam, azraq. Achim turay. Ashta qilingizmi, ukam? Uy. Mo'yim bir seni unutib qoldim, ukam. Qachchi TV'da ya? Qachchi TV'da. Voy, bo'ldi-ku, yetarlikdi-ku, Baratka. Ukam, to'xta. Men bayağı mehmonning oldida mendaq bir chiqroq sey buritib qo'ydim. Bay buritgan sening hammasi hisob emas. Siz yilvoq kirib baq va bizning bugun cho'ng ustam aramab ekan, nurulg'an sey chiqmaydi ekan deb qo'ying. Siz menga vaq va mendaqilqi. So'qoq sey, uning dinginilqi. Ko'rsamaydigan menda seydim bir 5-6 xil burpasingiz bo'ldi, jumafka. Tushundingizmi? Voy, aka, yili uni deb ilashtirib qilyaptingiz-ku. Bu saylarning hammasi chiqadigan tursa? Ukam, bu sening hammasi chiqqan bilan hisobot qilganda men yanchiqib pul yetmaydi, juma. Men sizga deb qo'yay. Ma'qul. Qiziq odam ekan-ku bu.